haj mavsumi juda ham a'lo darajada o'tdi. Men bunchalik bo'ladi deb o'ylamagandim. Har tomonlama a'lo darajada. Bu mehmonxonalardagi sharoit. Bu meditsina xodimlariga rahmat. Hamma vrachlar shunaqa mehribon. Hamma meditsina xodimining mehriga hayron qolasiz. Shunaqa harakat qilishadi. Shunaqa shirin so'z. Hammalarga rahmat. Juda duo qildik. Avvalo prezidentimizga hamma xatmi Qur'onlarni eshitgandirsiz. Rahbarlarga, O'zbekiston xalqiga, O'zbekistonni o'zini duo qildik. Rosti duolar chiroyli bo'ldi. Mana o'zingizlar ko'rgan bo'lsangiz kerak. Hajda a'lo darajada sharoit. Avvalo prezidentimizga rahmat. O'zbekiston xalqi shunday baxtli ekan, shunday inson bizga prezident bo'lganiga rahmat. A'lo darajada. Men tasvirlab bera olmayman sizga. Bu rahbarlarga rahmat. 50 boshlarga rahmat. Shunaqa mehribon, shunaqa ajoyib, juda chiroyli o'tdi haj mavsumi. Har tomonlama a'lo darajada. Bekami ko'z. Hamma xursand, hamma rozi, hammaning kayfiyati a'lo darajada. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, iloyim.